bugun Bonu bilan birgamiz. Bonu, men bilan rol o'ynash qiyinmi, yo'q qiyin emasmi? Siz bilan rol o'ynash qiyin emas. Siz bilan rol o'ynash menga rosa yoqadi, chunki professional aktrisalar bilan rol o'ynasa, baboda yana ham ruhlanib rolni o'ynaydi. Shuning uchun menga yoqadi. Sizgachi? Vaqti bordingiz. Men bilan rol o'ynash sizga yoqadimi? Juda ham yoqadi. Nimaga? Yaxshi rol o'ynaydi, kirishimli, yoqimtoy qiz. Rahmat, chiqsa. Подписчиklaringiz qalay, sizni charchatib qo'yishmayaptimi? Fichkalarimmi? Yo'q, hozircha yaxshi mazza qilib gaplashyapman. Mazza qilib gaplashyapsizmi? Oldin savollariga javob bermas edim. Hozir har bitta podpisчикimni savoliga javob berishga harakat qilyapman. Zo'r. Mendan ham aktivroq yurg'izyapsiz shunda. Yo'q, sizda aktiv bo'lolmayman. Yo'q, menda aktivsiz hozir. Nima deysiz aka? Ustoz nima dedingiz? Hozir olib ketdilar. Shuni Olsin dejoni. Siz bani o'tib Ha, bo'ldi yaqinda ko'payib ketadi-yu meni ham podpisчиklarim. Meni qo'llavaringlar. Like'larni qaynini yana qilamiz. Qamalgan qaynini. Yozarlar, Abdulla aka qamalgan qaynana degan. Toniga yozabil, ona mashhur qo'ringlar. bo'ldi. Uni urvorasiz mani. Shuni urvaringlar. Siz ham gapirvoring endi. Ushkilsizlar bo'lmaydi. Bitta qamalgan qaynanami bir nimani yozib yuboring endi. Yozamiz. E'tibor uchun mana shu bola bizani sinab bo'ladigan bola juda katta qalbim o'g'risi, muhabbat sinovlarini shimoliy yozadi. Bu paytda tug'ilmagan bu bola. Yilini topib berish bola nechinchi yil? Mana haqida yozib keting kommentariyada.